Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sıra Hacı Rozi. Washington'da sözleyimiz vatandaş, bugünkü islağa 2024 yıl 1. ayının 16. günü haftiga seyşembe vatandaş. Bugün sizlerge sözleştin avval tünügün 15. günü hatırleşke, siz biz hatırleşke tigişlik gün Xitayning zulmini, Xitayning siyasetini xulasalab Amerika Qo'shma Shtatlarining Avam Palatasi Uyg'ur qirg'inchiligi, ya'ni Xitoy Xinjiangda qirg'inchilik ilib beryapti deb o'ttirg'i qo'ygan kun vatandoshim. Endi bunun 17. günü yana bir qatim Kengash Palatasi, 19. günü yana bir qatim şu vaqtki prezidentning yoki Trumpning davlat ishlar kotibi Mike Pompeo yana bir qatim dunyoga Xitoyning Xinjiangda, ya'ni mustamlik Uyg'uristonda ilib berayotgan siyosiy qirg'inchilik, etnik qirg'inchilik degan edi. Biz o'qillarni xotirlaymiz. Vatandoshim yaqinda men xato ko'rib qoptiman. Xitoylar yo'shirgandan keyin hozir Uyg'ur to'g'risida xabarlarni Xitoy to'g'ri betlari yo'shiryapti. Hatto Amerika ovozini Xitoy to'g'ri betimi yo'shiryapti. Kishilik huquqni kuzatuvchi xalqaro kishilik huquq tashkiloti bu yil o'zining yillik dokladida nayt atrofliq to'xtalibdi. Buni radioda Iroda xonim xabar qilib ishlab tarqatdi vatandosh. Shunga bu kuni biz xotirlaymiz, biz xotirlaydigan kun. Endi buni vaziyatimiz yoki xotirlash kunimiz deb mishada turib, endi Tayvan to'g'risida gap qilamiz. Endi bugungi vaziyatimizda nima desangiz, o'sha orliq tashkil ishida Cumhur'un Tashqi ishlar ministri Wang Yi Mısır'da Afrika yoki Mısır davlati ziyoratda bo'ldi. Mısırning Tashqi ishlar ministri Abdushukur bilan, Shukur degan bilan muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazib shundoq dedi, bu odam biroz g'o'di qilibdi. Tayvandagi saylamdan g'o'di qilibdi. Ikkinchisi 5'e qayibdi. Nim deydi odam? Tayvan azaldan davlat bo'lib boqqan emas, buningdan keyin ham davlat bo'la olmaydi deydi. Bu yerda sizlarga belgilik bir gap bor. Shun Cumhur Tashqi ishlar ministrligi da'vatida vatandoshim. Tayvan o'zini davlat demidi yoki Tayvan o'zini mustaqil deb jakarlimidi yoki Tayvan respublikasi deb bir narsa qurg'ini yo'q. Bu yerda hozir 70 yildan 75 yildan beri butun dunyoni, hatta Amerika Qo'shma Shtatlarini ko'ldirilib mushu kunga elib kelgan Cumhur Kompartiyasi o'zi nima deydi? Bir kuni deydi Tayvan mustaqil bo'ladi, mustaqillik kuchlari bor. Buni Amerika qo'llamaslik kerak, Amerika bularga xato signal bermaslik kerak deydi. Bir kuni bir Cumhur, bir Tayvan paydo qilmaslik kerak deydi. Bir kuni ikki Cumhur paydo qilmaslik kerak deydi. Mushqumlarning hammasining logikalik ma'nosini izlab baksangiz hammasi saxt hukmlar endi. Chunki bu yer Tayvanda bir 8 yil ko'rdik, men mustaqil bo'laman degan gap neg'izdan chiqarmidi? 8 yil ichida. Hatta undan burun 2000-yil, ya'ni shu Demokratiya taraqqiyot partiyasiniki prezident Chen Shui-bian 8 yil hukmronlik qildi, chiqaramidi? Qizim mustaqil degan gapni chiqaramidi? Endi Cumhur nimaga asoslanib mustaqil bo'lmoqchi? Mustaqilchilar, Tayvan mustaqilchilar saxta. Hukum saxta vatandosh. Shuningiz men mana qarab turgan saxtapazlikka. Tayvan burun davlat bo'lib boqqan emas, buningdan keyin ham davlat bo'lolmaydi. Wang Yining gapi Misrda so'zlagan so'zi muxbirlarga. Hozir mandaq bir hukum jamiyatda umumlashgan, lekin ko'p takrorlanmaydigan bir hukum. Junhua Mingo Tayvanda. Demek bugün Tayvanda o'tkazilayotgan saylam Junhua Mingo degan davlat o'tkazilayotgan saylam.
Chunki sen xalqaro e'tirof qilgan bu davlatni uzil kesil yo'qotolmading. Mayli 1948-yildagi ichki urush paytida va uningdan keyin qandoq? Mayli Birleşken Devletler Teşkilatı kirish chiqish ya qo'qlab chiqarib o'tish Tayvan. Qat'iy nazar sen buni yo'qotolmading. Bugun Junhua Mingo Tayvanda. Sen Junhua Mingo'nun Tayvanda ekanligini inkor qila olamsan, ha? Bu külkülük oldu. Jungo Kompartiyası bunun külkülük bulundu. Sen devlet bulup, sen devlet kılıp üzerine ilan kılıştın. Avval bu Jungo degen zeminde Junhua Mingo degen devlet var. Yani şunda isim, şunda hukum, şunda ilgilik, hukukluk devlet var. İşte partiye oturusuzluk uğraş. Bu Junhua Mingo diyenini apırıp Tayvan'a taşıldı. Yani halkara cemiyet Amerika Qo'shma Shtatlar keng qo'saqlik qilib Amerika Qo'shma Shtatlar o'zi ozod qilgan Tayvanni Yaponiyaning hukmronligidan o'zi ozod qilgan Tayvanni Junhua Mingo'ning foydalanishiga yoki vaqtlik foydalanishiga topshirib berdi. Bugun sen qorovliqni yo'qotaman degan Junhua Mingo del hozir Tayvanda. Buni inkor qila olamsiz? Wang Yi Efendi, o da qıpsız Wang Yi Efendi, bunu inkar kılanmaysız. O da qıpsız. Hazır Tayvan'da buluvatkan saylam 3 partiye saylımı. Kuomintang Partiyası, Minjintang Partiyası, Minjungdang Partiyası, Minjungdang Partiyası, Avamyak Alamalı Pırala Partiyası, bu keyin çıktı o. 3 partiye saylamı çıktı. Özünün siyasi teşebbüsünü oturup koydu bu göz karışı. Yoki siyosiy tashabbusi demokratik Tayvan jamiyati bular munozirlashdi, raqobatlashdi, Tayvan xalqi tanlab oldi. Bu yerda bir hukmga diqqat qilasiz vatandosh. Men dedim Çin Şubiyan 8 yil. Endi bu da Leysingda 4 yil. Ama ne sen hukuk yürgüzüp turalысы Tayvanda 12 yil, 8 yil, 20 yil. 1996 yıldan başlap bir Tayvanda Demokratiya Taraqqiyot Partiyasi 20 yil hukuk yürgüzgen buluda. Keyinki 8 yil aralıqdaki Mayoncu hükümeti Kuomintang 8 yil hukuk yürgüzgen buluda vatandaş. Bugünkü halat mana şu. Şuna Wang Yi Efendi sel aldıraptı, sel tenep qaptı, sebep nime? Onun üstüge tünügüllatin bula allaqaçan tayyarlap qoygan bir çakana oyun, yani Uluq Okeandaki, Avustraliyanın janubidagi Nauru deydigan bir Okeaniya devleti Tayvan bilan diplomatik munosabatni üzüp, Jungo bilan diplomatik munosabat bağlaydigan bo'ldi. Hem bu oyun, bu bir kısturma. Şu narsa esingizda bo'lsin ki, vatandaş hazır Tayvanni 50 devlet tebrikledi. Bunun içinde qaysi devletler? Amerika, Fransa, Germaniya, Angliya, Yaponiya. Muşu çoğun devletler Tayvan'daki bu saylamını tebrikledi. Lei Ching-te'nin prezident bo'lganligini tebrikledi. Demek bir yerde hazır bir hesapta muşu 50 devlet Junhua Mingo'nu itiraf kıldı deseniz, fakat resmiyet ve kağıt yüzündeki hesapqa almaganda hazır hesapta muş 50 devlet, yukarıda 4-5 devlet vekilligideki 50 devlet Junhua Mingo'nu itiraf kıldı degan gap bu. Şekli özgeren kaldı, itiraf kıldı. Yoki ezelden şu Junhua Mingo'nu bugün yani qaytadan tanıdı, bildi. 50 devlet bu qatamqı saylamga yukarıda ifade bildi deydi. Bu 50 devlet Tayvan'ı itiraf kılıp turvatkanmı şundak bir paytda bir Rona deydigan bir kiçikkina bir devletning onunla diplomatik munosabat üzgelligi mi? Katta gap emas, cho'ng gap emas. Amerika Qo'shma Shtatlari bu to'g'rida afsuslanganligini bildirdi xolos. Ondan tunugillatin deymiz, Amerika Qo'shma Shtatlari prezident Joe Bidenning vakillar umigi 13. kuni saylam oxirlashdi. 14. günü bir gecedikidek Tayvan'da payda bo'ldi vatandaş. Sayyama hanım görüştü. Ondan bu vakiller ömürge yeni saylangan prezident Lei Ching-te bilen görüştü. Muavin prezident Su Mei-shin bilen görüştü. Demek tebrik dedi.
Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidentining vakillar uyiga Tayvanga berib tabrikladi. 50 davlat o'zining rasmiyatlari qatorida tabrikladi. Mushundaq ahvol asli Wang Yi apandi o'ttiriga chiqib, Tayvan burun davlat bo'lib boqmagan, buningdan kim davlat bo'la olmaydi desa, bu kichik bola, boshlang'ich maktabning bolasimi qiladigan ish emas. Davlat bo'lib boqmagan Tayvandagi Junhua Mingo'chu. Buningdan kim davlat bo'la olmaydi. Hozirmi Junhua Mingo'chu? Mesela Tayvandagi Junhua Mingo 3 partiya qatnashgan saylam raqobatida bugun Demokratiya Taraqqiyot partiyasi o'ttirib chiqadi. Bu Junhua Mingo davlatining saylimi. Bugun saylangan Leichingde prezident bu Junhua Mingo'ning prezidenti. Bu to'g'rida qanday ta'bir berishingiz mumkin Wang Yi apandi? Biroq masala shuki, hozirgi ahvoldan qaraganda Jungo Kompartiyasi bu qatimqi Tayvan strategiyasida, ya'ni Tayvanning saylamaga aralashish cheklab qilish, Demokratiya Taraqqiyot partiyasining sahnaga chiqishini cheklab qilish masalasida mag'lub bo'ldi. Bu nuqta intayin uchoq. Mag'lub bo'ldi, ana bundan keyin buni qandoq ko'tarib qo'ydi? Bu dog'ni yuzidan qandoq yuvib tozalaydi va buning qandoq muomala qildi? Gap mana shu yerda. Gap mana shu yerda davatqanimizda vatandoshim, endi bugunlardan Jungo Kompartiyasi duch kelayotgan masalalar, kayni-kayindan duch kelayotgan masalalar, masalan Tayvan bo'g'ozi bu saylam, anandagi Tayvanning bu qanadagi Filippin taqim orollari bu bir davlat. Filippin taqim orollarining prezidenti Marcos Mut Leichingde'ning prezident bo'lib saylanganligini tabrikladi vatandosh. Endi hozir Filippin bilan Jungo o'ttirisidagi voqealar, ondan Tayvan bo'g'oziga munosabatlik voqealar jiddiylashishga boshladi vatandosh. Hozir tuvanda sizlarga o'sha to'g'rida leksiya so'zlaymiz.